Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana Kilisdagi ishimiz tugatib olganmiz. Ko'rib baho berishlaring mumkin. Bu yerda bitta moyka qo'yib berganmiz. 1 metrlik zagotovkaga stolimiz, 4 komfortkalik panelli gaz, bitta 7 kilolik qozon, bitta 90 talik mangal qo'yib berganmiz. Mangalimiz yonboshda 80 sm zagotovkaga stolimiz ham bor. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, pastda raqam qoldiramiz, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Biz bilan qolganingiz uchun rahmat. Ishimizning obzorini ko'rib chiqishlaring mumkin.